Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Kun yangiliklarini o'qishni davom ettiramiz. Qozog'iston chempionati 1-liga vakili Xantengri klubi hujumchisi Dias Tuleo vafot etdi. Bu haqda Qozog'iston futbol federatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra futbolchi Xantengri hamda Ekibastus o'rtasidagi o'yinni asosiy tarkibda boshlagan. Biroq ikkinchi bo'limda o'zini yomon his qilgani bois maydondan zambilda olib chiqilgan. Tibbiyot xodimlari zudlik bilan futbolchiga yordam ko'rsatishga harakat qilgan, biroq shifokorlarning barcha urinishlariga qaramay Dias Tuleoni hayotga qaytarib bo'lmagan. Qozog'iston futbol federatsiyasi Tuleonning oilasi, qarindoshlari va barcha yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etib, bu yo'qotish nafaqat klub, balki butun mamlakat futboli uchun katta yo'qotish ekanini ta'kidladi. Bu og'ir damlarda Diasning oilasi, yaqinlari va Xantengri jamoasiga chuqur hamdardlik bildiramiz. Uning xotirasi yuragimizda mangu saqlanib qoladi, deyiladi federatsiya bayonotida. Dias Tuleo 2006-yilning 4-may sanasida tug'ilgan. U yosh bo'lishiga qaramay Qozog'iston 1-ligasida eng istiqbolli futbolchilardan biri sifatida nom qozongan edi. FIFA AQSh prezidenti Donald Trampning Jahon chempionati 2026 o'yinlari Bostondan boshqa shaharga ko'chirilishi mumkinligi haqidagi bayonoti bo'yicha o'z pozitsiyasini ilgari surdi. Avvalroq Amerika yetakchisi Boston meri Michel Vuga shahardagi tartibsizliklar tufayli bu variantni ko'rib chiqayotgani haqida ma'lum qilgandi. Tashkilot esa barcha 16 ta mezbon shahar to'liq tayyor bo'lishini kutayotganini ta'kidladi. Ishonchimiz komilki, mezbon shaharlarning har biri o'yinlar yuqori saviyada o'tishi va barcha talab qilinadigan standartlarga javob bera oladi. FIFA uchun ishtirokchilar va muxlislar xavfsizligi mutlaq ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Bu masalalar davlat idoralari mas'uliyatida bo'lib, ular jamoat tartibini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi, dedi FIFA vakili. Boston 2026-yilgi Jahon chempionatiga mezbon shaharlar qatoriga kiritilgan. Foxborodagi Gillette Stadiumda 7 ta o'yin o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mundial debyutantlari ishtirokidagi o'yinlar zerikarli bo'ladi. Karrigerga e'tirozlarimiz bor. Angliya terma jamoasining sobiq futbolchisi Jamie Carragher 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etadigan ayrim jamoalarni tanqid qilib, ularning o'yinlarini faqat aqldan ozgan odamlar tomosha qilishini aytdi. Bu Jahon chempionatida albatta juda zerikarli o'yinlar bo'ladi. Sog'lom fikrli hech kim Cabo Verde, O'zbekiston yoki Iordaniya, Tunis o'yinini intiqlik bilan kutmaydi, dedi Carragher. Ammo Carragherning bu so'zlarida jon bormi? Futbol bugun global sport turi. Yangi jamoalarning chiqishi esa millionlab muxlislarda qiziqish uyg'otyaptimi? Shu o'rinda savol tug'iladi. Futbol vatani sanalgan Angliya o'zi qanday natijalar ko'rsatmoqda? Quyida shu savollarga javob topasiz. Jahon chempionatining debyutantlari O'zbekiston, Cabo Verde, Iordaniya terma jamoalarining yuksalish va futbol jamoatchiligining ularga bo'lgan qiziqishi. O'zbek futboli so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlanib, xalqaro miqyosda tanilib bormoqda. Dastlab Eldor Shomurodovning Italiya A seriyasining Genoa, Roma, Spezia va Cagliari klublarida to'p surgani xorijlik muxlislarda O'zbekiston futboliga nisbatan e'tibor uyg'otdi. Shundan so'ng Abduqodir Husanovning Manchester City'da paydo bo'lishi esa bu qiziqishni yanada kuchaytirdi. Endi O'zbekiston futbolchilari turli mintaqalarda o'z muxlislariga ega bo'la boshladi. Bu yillarda O'zbekiston terma jamoalari bir qator yirik musobaqalarda e'tiborga molik natijalarni qayd etdi. FIFA reytingida o'sish. 2021-yilda 85-o'rinda bo'lgan O'zbekiston 2025-yilda 54-o'ringa ko'tarildi. 2024-yil Osiyo Kubogi chorak finalgacha yetib bordi. 2022-yil U23 Osiyo chempionati finalchi bo'ldi. O'zbekiston U17 terma jamoasi kichik mundial FIFA U17 Jahon chempionatiga yo'llanmani oldi. 2024-yil Parij Olimpiadasi O'zbekiston ilk bor futbol bo'yicha ishtirok etdi. Eng e'tiborli jihatlardan biri O'zbekiston U17 terma jamoasining 2023-yilda FIFA U17 Jahon chempionatida Angliya U17 jamoasini 2-1 hisobda mag'lub etgani bo'ldi.
Bu o'yin yosh futbolchilarimizning texnik mahorati va ruhiy tayyorgarligini namoyon etdi. Cabo Verde. Afrikaning kichik orol davlati Cabo Verde so'nggi yillarda futbol orqali o'z nomini qit'a miqyosida tanita oldi. Afrikaning g'arbida joylashgan bu kichik orol davlatining maydoni atiga 4000 kvadrat kilometr. Aholisi esa bor yo'g'i 583 ming kishini tashkil etadi. Jahon chempionati tarixida bunday kichik hududga ega mamlakat hali ishtirok etmagan. FIFA reytingi 2025-yil 65-o'rin atrofida joylashgan. Afrika Millatlar Kubogi 2024 chorak final bosqichiga chiqdi. Yevropa klublarida Cabo Verde futbolchilari Portugaliya, Fransiya va Niderlandiya ligalarida muntazam to'p surishmoqda. Tarixiy natija: 2013-yilda Afrika Kubogida ilk bor ishtirok etib, chorak finalgacha yetib borgan. Shu natijalar Cabo Verdening futbol tizimi shakllangan resurslarga qaramay o'sayotganini ko'rsatadi. Iordaniya G'arbiy Osiyoda joylashgan, aholisi 11 millionga yaqin bo'lgan mamlakat bo'lib, so'nggi yillarda futbol bu yerda eng ommabop sport turiga aylangan. Mamlakat Osiyo miqyosida sezilarli yuksalishga erishmoqda. FIFA reytingi 2025-yil 62-o'rin. 2023-yilgi Osiyo Kubogida tarixiy yutuqqa erishib, finalgacha yetib bordi va Qatar bilan 1-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Shuningdek, jamoa ushbu turnirning yarim finalida Osiyoning granti Janubiy Koreyani yengib, hammaning e'tiborini tortdi. U23 Osiyo chempionati 2024 chorak finalgacha yetib bordi. Legioner futbolchilar. Iordaniya futbolchilari Saudiya Arabistoni, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari klublarida muntazam to'p surishadi. FIFA va OFK tomonidan so'nggi yillarda Iordaniya futbol tizimiga katta sarmoya yo'naltirilmoqda. Mamlakat 2018-yilda ayollar futboli bo'yicha Osiyo Kubogiga mezbonlik qilgan va yangi akademiyalar tarmog'ini rivojlantirmoqda. Bu tomoniga nima deysiz, janob Kariger? Timur Kapadze Indoneziya terma jamoasidan bo'layotgan qiziqishlarga munosabat bildirdi. O'zbekiston terma jamoasining sobiq bosh ustozi hamda hozircha yordamchi murabbiy sifatida faoliyat yuritayotgan Timur Kapadze Indoneziya terma jamoasiga bosh murabbiy bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Bu haqda Championat Asiya nashri xabar berdi. Indoneziya tomonidan bildirilgan qiziqishlar haqida o'qidim va eshitdim. Instagram sahifam indoneziyalik muxlislarning xabarlari bilan to'lib ketgan. Biroq hozircha Indoneziya futbol assotsiatsiyasidan menga rasmiy taklif kelib tushgani yo'q. Indoneziya yaxshi shakllangan jamoa. U yerda futbolni juda yaxshi ko'rishadi. Muxlislarning bu e'tibori meni quvontirdi, deya Timur Kapadzening so'zlarini keltiradi Championat Asiya nashri. Eslatib o'tamiz, avvalroq Indoneziya futbol federatsiyasi yaqinda iste'foga chiqarilgan niderlandiyalik mutaxassis Patrik Kluivert o'rniga munosib nomzod qidirayotgani hamda Kapadze jamoani boshqarishga asosiy nomzodlardan biri ekanligini xabar qilgandi. Timur Kapadze 2025-yil yanvar oyida O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyligiga tayinlangan va uning qo'l ostida jamoa 2026-yilgi jahon chempionatiga yo'llanmani olgan edi. Joriy yilning 6-oktyabr sanasida uning o'rnini italiyalik mutaxassis Fabio Cannavaro bosh murabbiy etib tayinlandi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.